bu seminarimizni o'tkazishdan maqsad hammamiz misol uchun omadga erishtirish, hammamizni misol uchun o'zimiz qanaqa yo'ldan bosib o'tgan bo'lsak, shu yo'lni sizlar bilan tanishtirish va qisqa mazmunda o'zimizni anaqamizni ko'rsatish. Xudo xolisa, biza asosiy masala firmamizni nomi va yo'nalishimizni anaqasini tanishtirib o'tadigan bo'lsam, Magman.uz. Nima uchun Magman? Nima uchun bu nom tanlangan? Taxminan Coviddan oldin 2019-yilda desam bo'ladi. 2019-yilda bu firmaga asos solingan. Bu nomga Magman.uz. Nima uchun Magman? Magnet man, magnet odam, magnet kishi degan ma'noni bildiradi. Bilasizlarki, hammamizda o'zimizni tortish kuchimiz bor, tortishish poliyamiz bor. Shunga asoslangan holda shu ideya to'g'ri kelib qoldi. Bu narsani hamma значит magnit ekan degan ma'noni o'zimga singdirdim va shu narsani bir kun vaqt keladi amalga oshiraman degan narsani berdim o'zimga o'zim. O'sha paytlar insonlarga qanaqadir yordam tegsa, qanaqadir bilim ulashsam degan g'oya fikrlar bo'lgan. Shu sababdan qanaqadir yo'nalishda Coviddan oldin kichkinagina bir korxona tashkillashtirdik va shunda odamlarni jalb qilganimizda endi Covid bo'lib qoldi, boshqa bo'lib qoldi. İnsanlarni yig'a olmadik. Keyin aytdim o'zimga o'zim, men qanaqa primer bo'lib berishim kerak insonlarga. Чтобы hozir menda hech narsa yo'q, masalan deylik, o'sha paytda demoqchiman. Men odamlarga nima bera olayman? Aytishadi, чтобы sen o'zing omadga erishganmisan degan savol bo'ladi hammada. Ani o'zidan o'zi qanaqadir bilim berish boshqa, lekin boshidan o'tkazib, tajribaga asoslangan holda bilim bergani maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman-da. Shu sababdan biza, to есть men o'zim manaqamni oladigan bo'lsak, o'zim birinchi omadga erishaman. O'zim kuchim bilan shu mana shu magnit odamligimizni ko'rsataman. Shundan keyin qadam bir kun bosaman degan fikr, o'yin bo'lgan. Shu narsaga mana Xudoga shukr yetib keldik. Bu imенно o'sha Instagramdagi va boshqa anaqadagi shakllanishlari, shu firmani shakllanishi juda ham oson, juda ham tez bo'lib ketdi. Mayli ozmi ko'pmi, kimdandir ko'p, kimdandir oz, qanaqadir o'zimizni auditoriyaga ega bo'ldik. Bundan keyin ham nasib qilsa, Xudo xolasa kattalashtirishni niyatidamiz. Nafaqat bu yerda o'zimiz uchun ishlash, sizlar uchun ham, o'zimizga o'xshagan insonlar uchun birgalikda shu hammani omadga erishtirish. Asosiy maqsadlarimizdan bittasi shu. Asosiy maqsad pul topish emas. İnsonlarga nimadir bera olsangizgina nimadir bo'ladi. Mana ko'pchilik anaqa qiladi, o'ylaydiki, что bu nimadir olsam o'shanda meniki bo'ladi. Yo'q, u aslida u boshqacha qonunda ishlaydi. Shunaqa kun keldiki, men qiynalgan kunlarim bo'ldi, boshqa bo'ldi, holatlar shunaqa kunlar bo'lgandan keyin to'xtadim. O'zimga o'zim işte bu ahd qildim. Men nima uchun bu sharoitdaman? Nima uchun bunaqa holatdaman? Degan o'zimni qidirish boshlaganimdan keyingina o'zimni topganim sari sirli ochilish boshladi. Bu yerda ishlash boshqa yoki nimadir qilishdan iborat emas ekan. Asosiy masala birinchi o'zimizni topish ekan. Toshkent shahrida 1985-yil 16-marta tavallud topganman. Oilamizda o'qimishlilar bo'lgan va shuni hisobga olgan holda biz ham Xudoga shukr ota-onamizni yo'lidan ketganmiz. Toshkent axborot texnologiyalari universitetini bitirganman. Hozir kunda ham shu yoshimga qaramasdan yana bilimlarimni davom ettirib, hozirgi kunda 4-kurs talabasiman. Именно men o'zimga kerak deb hisoblaganim uchun psixologiya yo'nalishini ham oldim. O'zimga anaqa bo'lish uchun, yana ham mukammal bilimlarni egallashim uchun. Xo'p, endi bundoq qaraydigan bo'lsak, mana universitetda o'qiganman va bilimlarimizni aytadi-yu, yoshligidan to qabrgacha ilm izla deydi. Mana shu yo'lda bo'lishimiz shart deb o'ylayman. Agarda biz muvaffaqiyatga erishishni xohlasak, agarda o'zimizga o'zimiz kerak emas deb hisoblaydigan bo'lsak, bilimlar ham kerak emas. Mana shuga mana kamchiligimiz ham, ko'pchiligimiz ham
shunchalik tashrif buyurdinglar, buni o'zi katta narsa. Sababi bu yerda shu irodani topib, inson o'zi qadamini bosib kelganni o'zi bitta katta masala. Sababi shu yerga yig'ilgan insonlar nimadir olaman deb kelingan. Endi bitta yana holatda aytib berishim mumkin. Agarda shu qarshilikda turgan yoki nafaqat qarshilikda turgan boshqa bir inson yoki o'qituvchi bo'lsin, xuddi qanaqadir inson bo'lsa, mehr ko'zi bilan qanaqadir yaxshi ko'rib yoki qanaqadir bilim olaman, ilm olaman deb qarasagina energiya almashinuvi bo'ladi. Uni sizlar ko'rmaysizlar. Prosta miya уже bir-biri bilan o'sha aloqaga kirishadi и bor bilim qanaqadir qismi qanaqadir vaqtda o'tishni boshlaydi. Shunligina, misol uchun, mana shu insondan nimadir ola olaman desagina shu narsaga erishish mumkin. Men institutda ahamiyat bergan bo'lsanglar, 2001-yildan 2005-yilgacha shu davomida o'qilgan va faqat o'qish bilan kifoyalanib qolmasdan, men qo'shma korxonada imенно server, imенно telekommunikatsiya bo'yicha bitirganman. Serverni boshqarishga qabul qilinganman. O'zbekiston Amerika Kipr qo'shma korxonasida. Endi bu lavozimda misol uchun qanchadir vaqt ishladimki, ham o'qishim, ham boshqam qolib ketmasligi uchun. Ham endi baribir pul topish kerak одновременно, ham o'qishni davom ettirishimiz kerak. Undan keyin bir qancha etaplarni bosib o'tdim. Bu yerda shunaqa etaplardan iborat bo'ldiki, bojxona yo'nalishi, misol uchun rasmiylashtirish, hujjatlar bilan ishlash va uslub ko'rsatish yo'nalishlar ham menga juda ham qiziq holatlar bo'ldi. Shunaqa holatlar bo'ldiki, insonlar bilan muloqot, endi yoshmiz, baribir networking kerak, boshqa kerak, insonlar bilan tanishuv boshqa, ancha-muncha xizmat ko'rsatishga o'tdik va shu asosda biz ancha-muncha bilimlarni egalladik. Shu bilan bir qatorda keyin o'zimni firmamni, o'zimni kompaniyamni tashkil qildim. Bu orada yana o'zim shu bilimlarni yig'gan holda usul ko'rsatishni boshladim. Hujjatlarni rasmiylashtirish, bojxonadan chetdan yuklarni olib kelib berish, import eksport tovarlari bilan shu shug'ullanishni boshladim. Hozirgi kunda oladigan bo'lsa, endi sizlarni ko'p boshinglarni qotirish emas maqsad. Hozirgi kunda oladigan bo'lsak, bir nechta firmalarga asos soldim, qo'rqmasdan. Sababi uslugi firma. Asosiy hozir katta, juda katta milliarderlar ham uslugiga o'tishni boshlashdi, xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatishda risk juda ham kam, topish daraja yuqoriroq bo'ladi. Endi ishlab chiqarishni oladigan bo'lsa, yaxshi, zo'r, yomon emas, lekin aqlingiz yetsagina, o'tda katta risk, juda ham katta anaqalar bor, volklar bor deydi-ku, jahon bozorida ham, nafaqat mana hozir O'zbekiston territoriyasida ham ko'rsanglar bo'ladi, Xitoydan o'zi qo'rqishni boshlashyapti. Agar ishlab chiqarish bilan biz konkurent qila olmaymiz. Nimaga? Chunki bizning texnologiya pozolayat qilmaydi. Shu sababdan o'zi hamma birlashishni deyapti, lekin qani birlashuv? Yo'q, juda ham qiyin. Bu har bitta odam fikri bir-biriga to'g'ri kelgungacha bu ancha-muncha narsa bo'lib o'tadi-da. Shuni hisobiga buni qilish kerak emas deb bo'lmaydi. Buni eng oxirgi holatini ushlab, eng ildizdan ushlabgina shundagina qilish mumkin deb o'ylayman. Bizani endi bu yerga yig'ishimizdan maqsad ham onlayn ko'rib turgan insonlar ham bo'lishi mumkin, xudo xolasa. Bizni faqat o'zimiz emas, mana hozir birga ishlagan insonlarimiz ham bor, o'zi ko'rib ham turgan bo'lishi mumkin. Bu narsa hali ommaga chiqqanda buni tan olishlik ehtimoli ham yuqori. Har bir bu narsaga qanaqa kelib qoldim, nima uchun keldim? Har bir insonni shu o'zimda tajriba qilib, shu insonni men ko'tara olamanmi, yo'qmi? Qanaqa nüanslari bor, qanaqa bloklari bor, buni qanaqa nima qila olaman, qanaqa o'zgartirsam bo'ladi degan savollarni o'zimga berdim. O'zgartirishga muvaffaq bo'ldim. Shuni hisobga olgan holda men bemalol mana qarshilarda turibman. Sababi har bir insonga meni foydam tegsa, men juda ham xursand bo'lardim. Shu maqsadda insonlarga yordam berib, birinchi qadamimizni mana bosdik. Insonlarga yordam berish uchun hozirgi kunda bepul konsultatsiyani tashkil qilyapman. Endi bizani keyingi bo'ladigan holatlarimiz shu dars davomida yoki o'sha konsultatsiya sifatida oladigan bo'lsa, bir oy davom etadigan konsultativniy anaqa holat bo'ladi darsimiz. U 4 ta darsdan iborat, har bir dars 4 ta mavzudan iborat bo'ladi. 4 ta mavzuda sizlarni qiynamagan holda,
Hani bilasizlarmi, misol uchun uzoq vaqt davomida misol uchun gapiradigan bo'lsa, inson miyasida qolish ehtimoli kamroq bo'ladi. Qisqaroq, yaxshiroq ma'lumotga ko'proq ega bo'ladigan va sizlar muvaffaqiyatga erishadigan qadamlarimiz bor. Shu qadamlar bilan misol uchun mana olishimiz mumkin. 60 ta mavzuni tanlaganmiz. Bu bo'yicha men sizlarga endi avvalambor Xudo, avvalambor yaratgan zot, chunki bizni bitta sababchimiz. Shu sababdan shu yo'lni taqsimlab qo'ydik. Boshlanish etapda sizlar blokinglarni yechasizlar. Mana hozir bunda olishimiz mumkin. Mana kim qanaqa, uzr, endi anaqa savol beryapman. Kim qanaqa patologiya, oylik topish patologiya. Masalan, sizda qanaqa patologiya? Oyiga qancha topishingiz mumkin? Bilasiz. Tushunarli. Mana xuddi shu narsa, mana nimaga so'raganim sababi bu hozir hammada primer bo'lishi mumkin. Aynan bularni nazarda tutib gapirmayapman. Hammada bu holat bo'lishi mumkin. Nima uchun patolog bitta chiqadida, patolog buza olmaydi? Chunki yana tushib chiqaradi. Yana uradi, yana tushadi. Yana nimaga o'ta olmayman degan savol qiynaydi-da. Xohlaydi o'tishni, hamma xohlaydi. Nima uchun anaqa qila olmayapti, o'ta olmayapti? Buni ayrim bir bloklari bor. Mana masalan aytishingiz mumkin. 100 million topishni o'ylaysiz, lekin nima deb o'ylaysiz ichingizda? 100 million topish uchun o'zi 10 millionda shuncha qiynalyapman, lekin 100 millionda вообще qiynalish kerak ekan degan xayol bo'lib qolishi mumkin. Bu nimadan? Bu imенно ayni o'sha miya sizga shu narsani yozib beradi. To'xta, biz qiynaymaylik o'zimizni. Bundan ko'ra yezib turadi. Xudoga shukr qilaylik, yaxshi. Xudoga shukr qilamiz, lekin buni agar muvaffaqiyatga erishish uchun yana ham yaxshiroq yo'nalishga yoki o'sha kattaroq pul topishga o'tadigan bo'lsa, bu patologni buzishga harakat qilishimiz shart. Endi buni oladigan bo'lsa, hamma agar oylikda 1000, 2000, 3000, 5000 dollar topadigan holati bo'lsa, o'ylashi mumkin o'ziga o'zi, misol uchun, men o'zim topyapman, o'zim qila olyapman, o'zim qilaman, bu dars kerak emas deyishi ham mumkin. Lekin bu darsimiz, bu men aytmoqchi emasman, bu kam topadigan odamlarga bu. Yo'q, har xil etapdan davom ettirishimiz mumkin. Xohlagan etapidan insonlarni muvaffaqiyatga erishtirishimiz mumkin, blogini ham ochishimiz mumkin. Mana hozir holatda aytishim mumkin, men o'zim ham masalan qaysidir joyda, to'g'risini aytaman, endi men nechta topishimni hozir sizlarga ayta olmasligim mumkindir, lekin qaysidir joyda menga qanaqadir bilimlar kerak bo'ldiki, men ham patologim yana ham kattaroq darajada buzishga qarab, yana ham kattaroq urovga chiqishga, xuddi ana tog'ni oladigan bo'lsa, tog'ga chiqdim, men erishdim deb o'ylaymiz-ku, lekin u yog'ini bitta qaraymiz, voy yana shuncha bor ekan degan narsa bor-da, lekin u yog'i ko'rinmaydi. O'sha narsani ko'rgandan keyin yana bitta kuch yig'ib, yana ham ketishga harakat qilib, shu bilimlarni egallashga harakat qilib va o'sha Milliard klub a'zosi bo'ldim va Alisher Sayevdan ham ancha-muncha insaytlar va shu ancha-muncha bilimlarni oldik, ko'nikmalar oldik va shuni tatbiq qilishni boshladik. U boshqa urovda hozir ularni aytadigan holat bo'lsa, sizlar balkim uni hozir qabul qila olmasliginglar mumkin. U etapma-etap chiqsa, hammani Xudo xolisa yutuqqa erishtirib, omadga erishtirib, har bir inson bilan alohida muloqot yoki gruppaviy muloqotda qilishimiz mumkin. Bir oy dars bo'ladi, bir oy praktika bo'ladi. Bir oy praktikada erishdim, erisha olmadim degan savollar bor. Nima uchun erisha olmaganini обсуждение qilamiz. Har bitta guruhda kerak bo'lsa, misol uchun Telegram guruh ochamiz, shu yerda savol-javoblarni ham bemalol olib ketishimiz mumkin bo'ladigan holatlar bor. Shu darsdan keyingi holatlar. Hozir biz o'sha konsultatsiyani hamma insonlarga tarqatishga va guruh yig'ishga harakat qilmoqchimiz. Bizani imенно firmamiz ofitsialni, imенно to'lovlar ham, boshqa ham, misol uchun qonunlashtirilgan, o'sha naloglar joyida to'laydigan holatdagi firma bo'ladi. Uni bemalol to'g'ridan-to'g'ri dogovor asosida ham boshqa o'sha borib bankka to'g'ridan-to'g'ri to'lash ehtimoli ham bo'ladi. Endi puliga keladigan holat bo'lgan bo'lsa, ko'pchilik aytadi, misol uchun meni kursim $1000, meni kursim $10,000, meni kursim $5000 degan holatlar bor. Endi men bitta holatda aytaman, endi kimdir tanqid qilish emas, mana guvoh odamlar ham o'tiribdi bu yerda. Bir konsultatsiyaga qiziqdik,
qanaqa bo'larkan? Gol terapiyami nimadirmi? O'zinglar manimcha bilasizlar, bir ikkita anaqa. Necha pul konsultatsiyalar? 24 million. Yoki mana o'zi pul topa olmayotgan inson bo'lsa yoki qanaqadir qiynalayotgan holatdagi inson bo'lsa, qanaqa qilib unga 24 millionlik konsultatsiya berish mumkin? Bu qanaqasiga bu? O'zi menda pul yo'q deb endi shunaqa holatda olib keldik. Qanaqa qilib men sizlarga buncha pulni to'la olmaysiz yo bizda shunaqa degan narsani berishdi. Yaxshi, omadinglar bersin, lekin bu uzoqqa bormagan narsa bo'lmayman. Eng pastdan insonlar tortishni boshlasa, shundagina, misol uchun ularni omadga erishtirolsagina bizani oldimizda qoladigan insonlar ko'payadi. Mani maqsadim hammani omadga erishtirish, hammani anaqasini oilasida misol uchun xotirjamlik, yana ham misol uchun omad, yana ham yaxshi kayfiyat bo'lishini xohlayman. Bizning kursimiz shu birinchi darsi o'zi o'sha $100 hozirgi kunda 1,2 million so'm deb belgiladik. Keyingi kurslar uje praktika bo'lgandan keyin, sizlarga pul kelish oqimlari uje boshlangandan keyin, ikkinchi darsga, uchinchi darsga, to'rtinchi, beshinchi darsga faqat u darslarni narxi o'zgargan holda ketadi. Buni tekin qilib qo'yishim ham mumkin edi. To'g'risini aytaman. Tekin berishim ham mumkin-da. Nima uchun pulli? Sababi nimadir sotib olsangiz, mana ahamiyat beringlar, kimdir nimadir shunday bersa, qadrsiz bo'ladi. Rostdan, mana o'zimizda ham любой narsa bersa, qo'yib qo'y. Lekin pulga shu narsani sotib olib, nimadir olsagina bizni qadriga yetishga harakat qilamiz. Shu bu o'zi aslida bu pul o'zingizga qilingan investitsiya hisoblanadi. Aslida. Menga berilayotgan pul deb hisoblash xato deb o'ylayman. Chunki bu kursimizdan keyingi anaqada kim tezroq o'sha patologini buzib, tezroq pul topishga o'tadigan holatga olib kelsa, shu insonlarga qanaqadir birinchi o'rin, ikkinchi o'ringa qanaqadir yutuqlarni qo'yishimiz ham mumkin. Ehtimol bor, motivatsiya bo'lishi uchun. Bu o'zini o'zi anaqasiga turg'izish hisoblanadi. Shuni e'tiborga oladigan bo'lsa, mana birinchi anaqamizni ko'rishimiz mumkin. Birinchi mavzuimiz imенно magma tafakkur, boy odam kim degan mazmundagi kurs hisoblansa, mana ko'pchilik boylik haqida nima deb o'ylaydi va nima uchun yanglishadi. Misol uchun-da, boylik ko'pchilikda noto'g'ri fikrda-da, boy odamda mana bunaqa noto'g'ri yo'l bilan topiladi yoki boshqacha degan anaqalar ko'p-da, juda ham ko'pchilikda. Lekin ko'p qiyin topiladi degan anaqalar ham, misol uchun, boylarning hayotini izucheni qilishni boshladimki, чтобы men shu narsani misol uchun o'zingga singdirishim uchun. O'sha farqlari, shu mazmunda keyin misol uchun shu ustun, magma tafakkurning 3 ustuni, o'sha sabr, harakat va tizim. O'sha bilasizmi, bizda ko'pchilik insonlarda masalan sabrga nisbatan shoshma-shoshlik bo'ladi. Yo'q, hozir bo'lish kerak. Yo'q, hozir nimaga kelmadi, nimaga bo'lmayapti, nimaga anaqa degan fikrlar juda ham ko'p. Shunga anaqa qaratilgan holda, чтобы unaqa emas, imенно tashqi mirga o'ziga qo'yib qo'yishingiz kerak deb o'ylayman. Qancha nimadir ahamiyat berganmizlar, oilada ham bo'lgan bu narsa. Nimadir qattiq xohlasa uzoqlashadi. Bu qonuniyat. Yo'q, menga mash kerak degan sari shuncha qochadi. O'zingizni xotirjam his qilib, xuddi bo'ladigandek, bo'lgandek his qilishni boshlagan saringiz, u sizga yaqinlashishni boshlaydi. Bu hamma joyda ishlaydi. Pulda ham, boshqada ham, harakatlarda ham, ishda ham, misol uchun biznesda ham, do'g'ri tuzishda ham, hammada. Mana shunaqa. O'sha именно o'ziga nisbatan ishonchini men ham misol uchun haqiqatan boy bo'lishga haqliman degan anaqani beradigan mazmundagi. Bu har bitta mavzuda shu 1,5 soat, taxminan 2 soatlik misol uchun anaqamiz bo'ladi. U yerda kerak bo'lsa roliklar ham tashkillashtiramiz. Savol-javoblarda ham juda ham katta anaqalarni berishimiz mumkin. Keyin yana eng nozik joyini aytaman sizlarga. To'g'risini aytaman, kursimizdan foyda topmasanglar, pulinglarni shuna qaytarib beraman. Men bunga uверен ayta olaman, foyda topasizlar. Nima uchun pullar qaytarib beriladi deyilgani, misol uchun, yo'q, men qoniqmadim bu kurslardan desa, o'sha holatda demoqchiman. Kurs o'tiladi oxirigacha, muammo yo'q. Pul
xohlagan holatda misol uchun qaytarib beriladi. Bundan muammo yo'q. Lekin degan joyi bor, sharti u inson bizani именно Magnum klub yoki Magnum uz anaqamizda umuman o'chiriladi. Bizga qaytib kelolmaydigan darajada bo'ladi. Yoki juda ham qimmat narxda qo'yishimiz mumkin keyingi keladigan holatda. Sababi bu inson yo o'zi xohlamagan, yo o'zi kritika yoki nimadir qanaqadir noto'g'ri narsani xayolda kelgan inson bo'lishi mumkin. Bizga unaqa insonlar bilan ishlash to'g'ri kelmaydi bu. Men o'zimga to'g'rirog'i pazorat qilmayman. Sababi o'zini hurmat qilgan inson shu yerdan nimadir olaman deb kelishi kerak yoki savol javobi bo'lishi kerak. Menda mana bu o'xshamayapti. Nima uchun deganda bu yo'nalishlar yoki bu anaqalarimiz bizda aniq tiniq yozib o'zimiz uchun qoida qilib olingan joylari bor. Bu etaplardan o'tganimiz uchun. Shu nechta odam bo'lishidan qat'iy nazar, shu o'zimiz men tanigan bilgan odamlar hamma o'sha noldan kerak bo'lsa yuqoriga qarab ketyapti. Dalish ketadi. Endi keyingi etaplarda mana ko'rishingiz mumkin. Misol uchun o'sha miyani dasturlash, imенно miya asosiy masala bizda miya. Miyamizda ko'p narsa. Miya bizga shunaqa kompyuter qilib berilganki, buni agar ichini ochadigan bo'lsa, sizlar vasha katta narsalarga misol uchun erisha olasizlar. Asosiy narsa bizani orqaga tashlayotgan o'sha qiynayotgan narsa miyani erinchoqligi bo'lyapti. Ahamiyat beringlar, bo'ylar, misol uchun hayotingiz davomida qo'y ertaga qilarsan, hozir shart emasdir, o'zi bor-u, mana bunaqa emasdir yoki hozir shuncha narsa o'qib o'rding-ku, bo'ladi, shart emas degan juda ham ko'p sizlarga har kuni orqaga tashlaydigan narsalarni ko'p beradi. Keyin sizlar nima qilasizlar? Bo'pti, mayli deb do'gur tuzasizlar, чтобы yo'q. Mayli, sen aytganing bo'la qolsin. Yo'q, unaqa emas, men aytganim bo'ladi deyishni o'rganish kerak. Sen mana bu narsani qilishing shart. Sen mana bunaqaga loyiqsan, davay harakatingni qil, men senga mana bu narsani ochib beraman deb misol uchun yo'nalish berishga harakatini qilsa bo'ladi. Bu menga eng yoqadigan narsalardan to'g'risi mana shu etaplarda. Chunki miyani qanchalik programmani to'g'ri tuza olsangiz, mana hozir mana shu oladigan bo'lsa, mana shu monitorlar ham, mana shu programma ichidagi programmalar ham qanaqa ishlayapti? Kod orqali. Kod berilganki, что bu narsa bizga ko'rsatib berilyapti. Xuddi shunaqa miyaga ham kod bersa, bizda realnostni sozdavot qilib beradi. Qanaqa xohlagan holatingizda. Nimaga ishona olsangiz, siz boylikka ishona olasizmi? Boy bo'lib yashay olasiz. Yo'q, men qanaqa deyapsam, masalan, Rolls-Royce yurishni xohlaysiz? Misol uchun, qanaqa uni sodержанияsi qancha men anaqa qilaman, ya'ni shopir olishim kerak, boshqa qilishim kerak. Men mashinada Rolls-Royce suraman, lekin uyim manaqa degan fikrlar bo'lishi mumkin. O'sha to'suvlar o'shanaqa. O'zi aslida shu noldan o'shani kerakli etaplari bilan to'g'rilab olsanglargina miya o'zi o'zgarishni boshlayveradi. Miyani ishontirish kerak. Xuddichi miya yosh boladek, yurma bu yoqqa, davay, sen mana qil, mana qil, o'rgatishinglar kerak. Bu o'zi sizlar aslida kimsizlar? Aslida ruhiyat. Сознание-da baribir. Misol uchun shu narsani bilsanglargina shunda miyaga buyruq bera olasizlar. Hozir men oddiy misol sizlarga aytaman. Xo'p. Suv ichyapsizlar, to'g'ri? Kim so'rayapti suvni? Ichishini? Sizlarmi? Kim kerak suv ichish? Xohish kimda? Ha? O'zimiz deganlar kim u? Yo'q, men deganlar kim? Mana ichga glubga kirmaymiz-da. Men deganlar kim? Miya. Miya tanani boshqaryapti-da. Ozuqa miyaga kerak. Kim so'rayapti? Miya so'rayapti. Sizlar so'ramayapsizlar. Miya so'rayapti. Miya suv ichkim kelyapti. Menga suv ber. Siz nima qilasiz? Suvni boryapsiz, ovoz, pulga sotib olasiz, ichyapsiz. To'g'rimi? Bu degani nima degani? Endi noto'g'ri tushunmaysizlar, men ochiqroq sal tushuntirishga harakat qilaman.
pulga misol uchun sotyapsiz, u pulni qayerdan topdinglar? Ishlab topdinglar, to'g'rimi? Misol uchun. Ishlab topildi. Nima bo'lyapti? Miyani quliga aylanganda ko'pchilik. Ko'pchilik. Hamma demoqchi emasman, ko'pchilik o'sha miyani quliga emas, naborot miyani qul qilishga harakat qilish kerak. Miyani ustiga chiqish kerak. Sen mana buni qilgin deb. Agar shuni miyalarni, ana miyani ishlat deydi-yu, gaplarimiz bor to'g'rimi, bir xil anaqa. Aqlingni ishlat yoki boshqa anaqa miyani harakatga tushira olishinglar kerak. Shundagina ko'p narsani ocha olasizlar, juda ham ko'p imkoniyatlarni bera olasizlar o'zingizga o'zingiz. O'sha chet el safarimi, boshqami, misol uchun dam olishmi, juda ham ko'p narsalar. Bu oson. Eng qizig'i, oson degan saringlar, o'zingizga ishonsanglar, shunda hamma narsa ochiladi. Agar ishonmasanglar, hech narsa ochilmaydi. Mana masjidga kelib, men agar nima ham derdi, ana bo'ladi-yu, nima ham o'rgatardi degan fikringlar bo'lsa, rostdan sizlar xafa bo'lmanglar. Shu qanchadir foiz olasizlar bo'ldi. Hammasini ola olmaysizlar. Nima ham o'rgatar, qani bir borib ko'ringchi. Mana misol yozilganlar bo'ldi, qanchadir misol uchun insonlar kela olmagan. Nima uchun? Men nasiba. Значит, ularga shu holatdagi narsa hozirgi kunda, hozirgi vaqtda yozilmagan. Bo'ldi. Nima uchun degan savolga misol uchun balki miyasi aytib qo'ygan. To'xtab tur, keyin ko'rarsan. Nimaga? Chunki u miyasi uni bog'lab o'sha egoga. Bo'lishi mumkin-da. Ya'ni sen undan yaxshiroqsan degan bo'lishi mumkin. Ito men hozirgi kunda o'zim oladigan bo'lsam, men ham juda ham aqlliman deya olmayman, chunki yana ham bilim olishimiz kerak, yana ham ko'nikma olishimiz kerak. Aytadi-yu, katta juda ham katta olimlar ham men bildim deganim nima? Bilmadim ekan. Men shuncha narsani bildim deganim bilmagan ekanman. Oxirgi o'tadigan paytda, shu olamdan o'tadigan paytda xuddi shu gaplarni aytib ketgan narsalar bo'lgan. Ahamiyat bersanglar, hammalar olimlarda bo'lmasam olim, qaranglar, u qancha narsani misol uchun o'rganib olgan. Shu jihatdan olib qarasak, biz qancha ko'p o'rgansak, shuncha yaxshi. Miyani trenirovka qildirishimiz kerak. Buning ichiga o'sha xarita tuzib olishlar ko'rasizlar, misol uchun. Imенно qaysi yo'lga ketaman, nima qilmoqchiman, kerak bo'lsa o'sha nechidir yillikni yozib olinglar. Bu narsani miya ko'radi-da, bu menga deyapti, bo'ldi, menga buyruq berdi. Buyruq berdi deydi. Keyin bu narsani yozgandan keyin bo'ldi, buni muhrlaydi. Miyada shunaqa narsa borki, hamma fokusi mana misol uchun ahamiyat bersanglar, ko'chaga ketasizlar, sizlar bilasizlar, bilmaysizlar, farqi yo'q. U fokusi o'sha imенно rasmga olib ketib turadi. Yo'lni. U mana bu yerda narsa yo'q edi, bu paydo bo'lib qolibdi deysiz, bir xil paytda. Mana xuddi shunaqa miya o'sha fokus tirs rasmga olib ketib turadi, qancha tezlikda bo'lishidan qat'iy nazar. U narsani podsoznaniyaga o'sha muhrlab qo'yaveradi. Vaqtdan unumli foydalanish. Ahamiyat berasizlarmi yo'q, men bilmayman. Ko'pchilik endi hozir vaqtgacha balki hali yetib kelmagan narsalar bor-ku, bo'lishi mumkin. Vaqtni cho'zish mumkin. Uni ko'pchilik bilmaydi. Vaqt cho'ziladi. Uni ko'pchilik bilmaydi. Bir kunda bitta ish qilish mumkin, bitta nimadir qilish mumkin. Bir kunda 100 ta ish ham qilish mumkin. Mana shu 100 ta ish qila olsanglargina vaqt cho'zish mumkin. Boylar nima qiladi? Boylar insonlarni vaqtini sotib oladi. Vaqtini sotib olgan holatda maqsadiga osonlik bilan tezroq yetib boradi. 1000 yilda qilinadigan narsani kerak bo'lsa 5 yilda qiladi yoki 10 yilda qiladi yoki 2 yilda qiladi, masalan. Xuddi shunaqa vaqt sotib olishni o'rganish kerak bo'ladi. Men to'g'risini aytaman, shuncha joyda ishlab chiqqan bo'lsam ham, 1 yil, 2 yil, 3 yil misol uchun ishlaganman. Men birinchi kirgan joyimda misol uchun ish yaxshi ko'rardim. Qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar, yaxshi ko'rib, mehr qo'yardim, ildizini ushlashga harakat qilardim. Чтобы menga shu kerak. Men yaxshi ko'rishim kerak. Shuni ildizini ushlaganim sari, nima bo'ladi? Ildizni ushlagandan keyin sizlar orqali общение bo'lishni boshlaydi, sizlarga ish tushishni boshlaydi, boshliqlar ham o'sha sizga e'tibor qilishni boshlaydi, bilmingiz yoki o'shani tajribangiz oshgan sari. Keyin ma'lum bir vaqtdan keyin rahbar bilan tenglashishga harakat qilib qolar ekansiz-da. Men uni kuzatmasdim, bilmasdim. Endi payt yosh bo'lganmiz yoki qiziqqon bo'lganmiz. Rahbarlik sifatidagi yaqinlashib qolganimizdan keyin u rahbarlar bilan bizning tilimiz sal kelishmas. Sababi
mani o'rnimga o'tirib qolishi mumkin degan tushuncha paydo bo'lar ekan. Ularda men tushunmasdim. Rostdan tushunmasdim. Keyin bo'pti, endi o'zingga uverensiz, sani bo'lmasang boshqa ish derdim. Shuna ketardim. Bo'ldi. Boshqa yo'nalishda, boshqa narxda kerak bo'lsa noldan, qo'rqmasdan qadam bosilardi. Xuddi shunaqa keyin ma'lum bir shu vaqt o'tgan sari shu ishlar bo'ldi. Keyin bildimki, yo'q, to'xta. Sen o'zingni shaxsiy korxonangni yoki shaxsiy brendingni yoki shaxsiy yo'nalishingni ochishing shart ekan degan tushunchani o'zimga o'zim singdirdim. To'g'ri, boshida qiyin bo'ldi. Sababi men pul topgan manaqalarimni bir nechta yo'nalishlarga risk qilib, investitsiya qilishga harakat qildim. O'xshamadi, mana shunaqa holatlar bo'ldi. Lekin shunda ham men o'zimni tushkunlikka tushirmasdan to'xtab qolmadim. To'g'risini aytaman. Dalcha davom etishga harakat qildim. Qaysidir joyda nima to'sqinlik qilyapti degan savollarni berish boshladim. Значит, men patologim ekan. Patologim buzishga harakatini qilishim. Nima kerak degan savollarni keyin qidirish boshladim. Keyin bir insonlarda davay boy insonlarning hayotini bitta menga ko'rib bergan, nima qiladi? Desam, ertalab mashinada turadi. Именно shu bir-biri bilan tanishuv, bir-biri bilan misol uchun o'tirgandagi holatlarda amalga oshirilar ekan. Katta-katta ishlar, katta-katta nimalar. Aytadi-yu, milliard dollar kofe ustida topiladi. Aqlga sig'maydi, lekin o'sha darajaga chiqqanimizdan keyin haqiqatdan shu holat bo'ladi. Haqiqat bu narsa. Unga faqat vaqt kerak bo'ladi, shu uni tushunib o'zimizni singdirgan uchun. Endi qaranglar, qiziq holatlar. Masalan, mana 10 million dedingiz siz, to'g'rimi? Siz ishona oladigan sifrangiz nechi? Misol uchun 50 million bo'lishi mumkinmi? Misol uchun 50 million topa olaman degan. Mana shu 50 millionni o'ylash kerak. Va shu 50 million o'ylagandan keyin, endi bu etaplari bor, uni ko'rsatamiz keyinchalik. 50 millionni o'ylagandan keyin 50 millionchalik nima bo'ladi? Imkoniyat ochilish boshlaydi. 50 millionchalik imkoniyat ochilish boshlaganda, agarda siz o'sha yerda qo'rqib qolsangiz, qadam bosishni xohlamasangiz, bo'ldi, shu 10 million, yo'q yana 5 million, 4 million, 3 millionga tushib qolasiz. Chunki imkoniyatlarni labba edib, qarshisiga to'g'ridan-to'g'ri chiqishga harakat qilish kerak. Qo'rqish kerak emas. Chunki bu dunyoga o'zi aslida bu dunyo biz uchun berilganda, bizni просто ushlashni qo'yamiz-da. Ya'ni qiyinlashtirib ya'ni keragidan ortiq qiyinlashtiramiz. Aslida juda ham oson. Men hozirgi kunda men endi aytishim mumkin, qani muammo bilishadi bir ikkita odamlar. Qani muammo bormi? Men platit qilaman deb yuraman. Yo'q muammo. Hayotda muammoni o'zi yo'qoladi. Hayotda o'zi muammo yo'qoladi. Endi mana hozirgi kunda mayli anaqa demasmi, imенно kimni aytish shart emas, qarzi borlar bo'lishi mumkin. Men hozir ahamiyat beraman, ko'pchilik juda ham qarz ko'pda. Juda ham ko'pchilik qarzga anaqa emas, o'zini o'zi tiqishga harakat qilayotganlar ko'pda. Qarzni yopish uchun yana qarz olib, yana kattaroq protsentli nimadir olib, yana yopishga harakat qiladi. Bu juda ham eng katta yomon narsa, o'zingizdan o'zingiz o'ldiradigan narsaga olib keladi-da. Vaqt o'sha qoldirmayapsizlar-da, masalan-da. Shunaqa odamlar, insonlar bo'lsa, birinchi narsa, mana menda shunaqa qoida bor, men o'zi to'g'risi qarz olishni yoqtirmayman. Juda ham eng yomon ko'rgan allergiya deydi, misol uchun, eng allergiya narsa shu narsa hisoblanadi. Qarz qilishni xohlamayman. U bir marta bo'lgan, o'sha narsa menga urok bo'lgan, yo bo'ldi deganman, xato. Nimaiki bo'lsa, shunchalik boriga risk qilaman, shunchalik boriga harakat qilaman shu narsa. Endi qarz oladigan desa, har doim bilsanglar 0 liniya bor. 0. Nolvoy. Yer sathi desangiz ham, misol nolvoy. 0 dan yuqorisi plus, 0 dan pasti minus deb oladigan bo'lsa, yemasa ham, ichmasa ham kerak bo'lsa, azinch yeb, azinch tomlanib, niyat qilib, mana shu qarzimga o'zing yordam bergin, qutulishimga deb, u prosta o'tirish emas, qadam bosishni o'rganish kerak. 1 so'm bo'lsa ham berishni o'rganish kerak. Misol uchun 1000 so'm bo'lsa ham berishni o'rganish kerak. Shu qarzdan qutulish. Nimaga? Agar niyat qildingizmi, bo'ldi, o'sha narsa fokus o'shanga qaratildimi, qarz uziladi. Qanaqa uziladi? Kim beradi degan savollar bor. Bu sizlarning ishingiz emas. Sizlarning ishingiz maqsad qo'yish. Boshqa joydan sizlarga nisbatan yordamlar kelishni boshlaydi. Pul ko'rinishida emas, imkoniyat eshigi ochiladi. Qanaqadir arzimagan ishingizga qanaqadir kattaroq summa berishni boshlashadi.
Shu bilan agarda maqsadingiz to'g'ri bo'lsa, uni to'g'ri berib yuborishingiz kerak. Agarda u maqsad u pulni olib, "Yo'q, ani bermayman" desangiz, mana shu qo'lingizda pul ham ketadi. Bo'ldi, yo'qoladi. Absolyutni yo'qoladi. Chunki maqsadingiz u yerda minusdasiz-ku. Plyusga qarab yuraman deysiz, lekin minusingiz bor. Mana aytadi, arendaga mashina olaman. Mashina kimniki? Savol. Imkoniyati yo'q, iloji yo'q. Yo'q, davlatimiz zo'r. Bizga imkoniyat eshiklarini ochadi. Faqat ishona olishimiz kerak o'sha gapimizga. Quruq til bilan emas. Ishona olsagina shu narsa bizda shakllanaveradi. Agar ishonmadikmi, qadam bosmaydi. Shart emas. Har doim shu minus bo'ladi. Mana bir xil ishxonada ishlaydi insonlar, oylik kam, bo'lmayapti, yaxshi emas, bo'lmaydi. Bo'ldi, u ishxonada sizlar nima kutyapsizlar u ishxonada? Foydasiz. Hech narsa kutmanglar, u ishxona sizlarga xuddi shu narsani qiladi. Naborot, yana dabavkasiga qo'shib beradi sizlarga. Чтобы qiynalishinglar uchun. Boshqacha variant bo'lmaydi. Mana shunaqa masala. Savolinglar, qanaqa savollar bor? Nima deysizlar? Qattiqdir qiynayotgan savollar bo'lsa, balki misol uchun savolga javob beriladi. Xo'p, вообще-то bizni o'zi offlaynni mo'ljallaymiz, chunki yuzma-yuz ko'rilgandagi holatdagi emotsiya, keyin energetika juda ham, to'g'risini aytaman, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Effekti juda ham yuqori bo'ladi. Lekin onlayn bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Ahamiyat bergansizlar, onlaynda o'qigan odamlar bilan offlaynda o'qigan odamlar, xuddi maktabda olgan bo'lsa ham, xuddi shunaqa nimadir olish ehtimolinglar kamayishi mumkin. U sizlarni anaqalarga bog'liq narsalar. Menga qolsa offlayn qilganimiz yaxshi. Menga qolsa. Mana joyimiz mana o'zimizniki, hech qanaqa anaqa yo'q, arenda yoki nimadir xohlagan paytinglar anaqa qilishingiz mumkin. Chunki bu yerda sizlar uchun sabzavot qildik. Maza qilib, misol uchun bilim olib, maza qilib omadga erishib, hali bu joylar boshlanishi, chunki undan ham katta joylarni hali harakatini qilamiz. Bu birinchi qadamimiz. Bu narsaga nisbatan shunga biz kattaroq narsani ayta olamiz yana ham. Nima yana anaqalar bor? Yana savol boshqa? Keyinchalik sizni jamoangizga qo'shilish iloji bor. Faqatgina bizani aytganimiz bilan yurolsagina, misol uchun klub a'zosiga aylantirishimiz mumkin. Borib demoqchiman, o'sha omadga erishtirganimizdan keyin u sizni salohiyatingizga qarab. Masalan, to'g'risini aytaman, bir xil insonlar, men hozir tushunib qoldim, men o'zimda yo yaqinda demoqchiman. Bitta odamni "Davay, yur, davay, harakat qil, bo'l" degani bilan u yurmagandan keyin uni sudrash menimcha kerak emas ekan deb o'ylayman. Yuradigan odamlar dalcha yurishni boshlash kerak. Yurgisi kelmayaptimi, qolib ketursin. U o'zi uchun o'zini hayotini o'zi shunaqa sabzavot qilyapti. Bizda nima ayb? To'g'rimi, misol uchun? Lekin qo'ldan kelgancha harakat qilamiz ularni turg'izishga. Lekin o'zida xohishi bo'lmay, o'zi yurish xohlamagandan keyin ani uni ham tortib oyoqqa u sizni ham sindirib qo'yadi, unaqa odamlarda. Polni anaqaga olib borib qo'yish mumkin-da. Shuning uchun men to'g'risi xursand bo'lardim, har bir insonni ichida o'zida misol uchun shijoati bo'lib, yana ham oldinga ketish anaqasi bo'lsa, hamma kerak bo'lsa, hamma Xudodan, hammasi Allohdan birinchi avvalambor omadga erisha oladi. U любой blokini bemalol yechib anaqa qila oladi. Men tanigan odamlar ham bor, bu narsa balki ertaga kommentariyada ham yozilishi mumkin. Instagramga qo'yiladigan holatlar bo'lsa ham. Rostdan aytaman, kichkinagina maslahat bilan hozirgi kunda 10 ming, 15 ming, 20 ming dollar topib yurgan bolalar ham bor-da. Rostdan. Bu yerda boylarning hayotidagi sirlar bor-da. O'sha sirlarni men o'rganib chiqishga harakat qilaman. Chunki qanaqa boygan. O'sha sirlar asosida yana ham kattalashib ketishimiz mumkin. Bilimlarni yana ham kengroq olib, yana ham omadga erishib. To'g'risi, men misol uchun o'sha dars davomida keyinchalik aytaman sizlarga, agarda Xudo xolisa nasibi bo'lsa, demoqchiman. Bir narsa, o'zingiz ishonadigan narsani, masalan, kerak bo'lsa, masalan, vizualizatsiya. Kimdirlar mashina xohlaydi, kimdirlar nimadir, kimdirlar uy. Hamma narsa bir xil energetika-da o'zi. Faqat ishonchi kuchliroq qila olsagina erisha olamiz. Masalan, vizualizatsiya qilib, именно
qanaqa qilib tortib olish yo'llarini man sizlarga o'rgataman. Bor. Hamma narsa qo'shiladi. Hamma narsa qo'shiladi. O'zi hayotda o'zi psixologiyadan iborat-da. Ko'pchilik misol uchun o'ylaydi realist, mana hayotda realist bo'ldinglarmi? Ha bo'lmay yutqizasizlar. Realist bo'lsanglar yutqizasizlar. Bu yerda duxovniy mirni rivojlantirishimiz kerak. Biz bu narsani esdan chiqarib qo'yganmiz-da. Duxovniy mir bilan buyon mirni birlashtirib so'gina, o'shanda hamma narsa chiqadi. Hamma narsa ochiladi. Duxovniy miringiz rivojlanmagandan keyin realniy mirda nima bo'lasiz? O'zingizga o'zingiz ishlashga harakat qilasiz. O'zingizga o'zingiz harakat. Mana to'g'risini aytaman, hozirgi kunda hamma narsani, даже endi 100% desam bo'ladi, xudo xolasa. Alloh o'zi topshirib qo'yib qo'ygan. Agarda mana misol oladigan bo'lsa, 100% Alloh o'zi bo'lsa, misol uchun men kerak bo'lsa hech kim emasman-da, nolman-da. 100% o'ziga bersa, o'zi qilib beradi hamma narsa. Agarda uni rolini kerak bo'lsa, o'zimizga olsa, 20% nima, 30%, 40%, 50% keyin nima, 100% ga o'tib olsa, Xudodan yordam qanaqa kutishimiz mumkin? O'zimiz qilamiz, yo'q, men o'zim qilishim kerak, men o'zim qiynalishim kerak, yo'q, men qiyinchilikdan topaman. Men ham realist bo'lganman. Lekin hech narsaga erishmadim. Realistlik paytimda hech narsaga erishmadim. Hamma narsani Xudoga topshirgan kunimdan boshlab, bo'ldi, hamma narsa o'zgarish boshladi. Shunaqa narsa. Shunaqa holatlar bor. O'shaning uchun bizani anaqamiz, maqsadimiz duxovniy mirni rivojlantirib, energetikani to'g'rilab, aurani yaxshilab, har doim yaxshi fikrlashga, keyin yaxshiliklar qilishga bardavom bo'lib, misol uchun hammaga kerak bo'lsa bitta kimdir yordam berishingiz o'zi qaysidir hayotni o'zgartirishga olib keladi. Kimdir insonni hayotini o'zgartirishga olib keladi. Har kuni yaxshiliklar qilishni o'rganish kerak. Yomonliklarni sekin chetga sursa, o'zi yomonlik shundan ko'payapti, ko'paygan to'g'ri. Shuning uchun yomonlik yaxshilikka o'zgartirsa, bizani hayotimizni, bizani realistimizni yomon narsa kira olmaydi. Lekin yomon narsa deb o'ylagan narsamiz yaxshi bo'lib chiqadi. Gruba говоря, men oldin masalan mashina haydaganimizda, misol uchun, bitta chuqurga tushsa jahlim chiqardi. Men misol balon pisaydi yoki nimadir bo'lib, jahlim chiqardi, nimaga unaqa bo'ldi, nimaga holat. Lekin u yog'ini men ko'ra olmayman, u yog'ini men tafakkur qila olmayman. Meni boshqa narsadan misol uchun asrab qo'ygandir. Yo'q, imенно shu narsani ko'rsatish kerakmidi? Yo'q, to'g'ri misol uchun. Ko'rsatsa, уже sizni ertaga asragani nima bo'ladi misol uchun-da. Keyin to'xtadi, nima yo'q. Xudoyim bizdan shuni yubordimi? Bo'ldi, значит, men shu yerda shunaqa holat bo'lishi kerak ekan. Rahmat o'zingga, shukr. Yaxshi yo'nalishini o'zing ko'rsat. Bo'ldi. Endi albatta davom etinglar. Hamma o'qituvchi hayotda yaxshi ham, yomon ham keladi, har xil odamlar keladi, aldoqchi ham keladi, boshqalar ham, hamma o'qituvchi. O'qituvchi bo'ladi, keladi, ketadi. Keyin yana bitta narsani sal ochaman, sal bo'lsa ham aslida hammamiz bir-birimizni qaysidir chastimiz. Mana hozir shu o'tirgan insonlar qaysidir ma'noda orzu qilgan, misol uchun, bu dushidagi orzusi bo'lishi ham mumkin. Lekin meni vazifam o'sha kerak bo'lsa, o'zimni qaysidir joylarimni, imенно o'sha miyamdagi holat desa, shu joylarni to'g'rilab olishga imkoniyatlarim ko'p. Hozir sizlarga qanchalik bilim bergan saram, o'zimda yana takrorlab, yana ham rivojlantirishga harakat qiladigan imkoniyatlarimizni ochamiz. Shuning uchun bilim ovurish kerak. Bekorga o'qi deyilmagan. Bu narsa katta, juda ham katta imkoniyatlar. Hammamiz muvaffaqiyatga erishishga loyiqmiz. Ahamiyat bersanglar, chet ellarda boru bilimlar juda ham ko'p ochilib ketdi. Shunaqa vaqt bo'ldiki, bilim kengayapti-da o'shida. Mana shu vaqtni tezroq olishimiz kerak, o'zimizga singdirib olishimiz kerak. Chet elda ishoning, bizdan kerak bo'lsa 10 barobar, 100 barobar tezroq fikrlaydigan, tezroq harakat qila oladigan anaqalar bor, shaxslar paydo bo'ldi. Masalan, oddiy misol, iyni qanaqa psixozat qila olardik? Bizda yo'q. To'g'ri misol uchun. Hali
bunga bilimimiz yetmayapti-da. Haligi qilishdi-yu. Yo'q, odam qilmadimi uni? Odam qildi, ko'rib yaratyapti. Qani ichiga kirsangiz nimalar bo'lib ketyapti? Juda ham katta narsalar ochilib ketyapti-da. Mana shunaqa holat. Yana qanaqa savollar? Bu dars odamlar hozir yig'ishimizga qaraymiz, onlayndan tushgan zaifkalar, boshqalar hamma narsa naqdlanadi, ma'lumot beriladi. Lishni o'zingizga chiqib, o'sha kontaktlarni berib ketgan bo'lsanglar yoki hozir o'zida misol uchun kerak bo'lsa belgilatib ketsanglar, hamma narsani kontaktga chiqib, keyin bemalol beriladi. Keyin bitta narsa aytaman. Insoniyatga imkoniyat keladi. Qabul qiladimi, qilmaydimi, endi u o'zining ishi bo'ladi. Rostdan aytaman. O'zining ishi bo'ladi. Vibr o'zida deydi, misol uchun. Ertaga menga sen yordam bermading degan holat bo'lib qoladigan bo'lsa, u yoqda men senga shuncha imkoniyat ochdim, lekin uxlab o'tiribsan deyiladi. Chunki shu mumkin emas bo'lgan. Mumkin emas bo'lgan holatlar bor. Imенно shu insonlar eshitish kerak emas bo'lgan narsalar bor. Ha? Shunaqa narsalar bor-da. Men nimadir yo'q, meniki deb ushlaganingizda sizga bo'lmasligi mumkin bo'lgan narsalar bor-da. Shuning uchun meni fikrim qo'limdan kelgancha yordamimni, qo'limdan kelgancha bilimimni berishga tayyorman. Rostdan aytaman, hech qanaqasiga men vaqtim yo'q, hozir ilojim yo'q ham degan tushunchani ham olib kelmayman. Xudo xolasa, ersanglar ertaga qancha manaqalar rivojlangan sari ertaga bari hamma katta bo'ladi-da bari. Mana shu inson mana bunaqa joyda sababchi bo'lib qoluvdi degan narsani o'zi bitta shu eslaganinglarning o'zi meni kerak bo'lsa o'zimga, oilamga, nafaqat misol uchun avlodimga kerak bo'lsa yaxshilik bo'lib qaytadigan holatlar bo'ladi. Bu faqat hozirgi kundagi holat emas. Ishoninglar, men sizlardan pul topa olmayman. Rostdan aytaman, anaqa emas. Bu yerda eng kichkina summani qo'yganimning sababi shunda. Sadrjaniya boshqa hamma narsalarni hisobga olgan holda shunaqa. Hozirgi kunda ham topiladi, dalcha ham topish mo'ljallanadi. Keyin kerak bo'lsa onlaynda xudo xolasa, men katta ketish emas, va'da anaqa qilishim emas u. Xudo xolasa qanaqa qilib katta narsalarni osonlik bilan tortish o'zimda ham kerak bo'lsa misol ko'rinishida ko'rsatib turib, misol uchun tortib olish ehtimolimni ham olib kelishim mumkin. Masalan, taktika o'sha qanaqa strategiya bilan nima qilib, o'sha masalan rejalashtirilgan bir ikkita narsalarim bor. Samolyotmi? Qiziq-ku, to'g'rimi hammaga? Samolyot desa, samolyot olish. Mashina hamma olishi mumkin deyish mumkin. Samolyotchi. Mana shu narsalarga ham ko'rsatib, sekin-sekinlik bilan chiqamiz. Shu orzuylar katta bo'lishiga o'zingiz ishonishingiz kerak. Orzuylarni kattalashtiringlar, faqat ishona oladigan darajada. Bitta orzuga erishdingizmi? Nima deydi miya? Erishdingiz. Lekin miyalarga aytib qo'ymanglarki, bizani mana shu tochkamiz bo'ldi, mana shu xursand bo'lishimiz. Shu bo'lish kerak edi o'zi degan nazar bilan qarashni boshlash kerak. Voy, erishdik, men voy shunaqangi baxtiyorman. Rahmat. Hammasi zo'r. Endi ketdik keyingi etapiga, davay. Deyishni o'rganishimiz kerak. Shunda to'xtamaymiz. To'xtamaymiz, ketaveramiz. Endi hammani o'zining chegarasi bor. Misol uchun, kimdirlar xohlaydi, mana shuncha bo'lsa menga yetadi deydi. Toshkent yoki O'zbekiston sharoitida masalan, keyingi pensiya yoshimda masalan mana bunaqa ishlarni qilib qo'ysam menga yetadi. Tinch xotirjam yashab. Hamma xohlaganicha o'zi yashash kerak. Shu bu qaysi ma'noda? Kimdirlar patologini juda ham kattalashtirib kimdirlar kichikroqda qolishi mumkin. Endi qarang, 3 million yoki 5 million oila o'sizlar, to'g'rimi misol uchun? Kimga foydali tegyapti? Oilalarga, bolalarga, to'g'rimi? Misol uchun deylik. 2 ta, 3 ta, 5 ta odam guruh deylik. Masalan. Endi katta pul topishni boshladinglar. Bundan kerak bo'lsa 100 barobar. Nechta odamga yordaminglar tegishi mumkin? Естественно, 20 ta, 30 ta, 40 ta, 50 ta. Bu yaxshimi yo yomonmi boyish? Bu boshqa narsa yo'q. Xuddi shuni anglab olish kerak. Men bitta anaqam bor, jertva tarafi yoqolmaylar deyman-da. Jertva bo'lmaylar. Что beruvchi bo'linglar.
Jertov bo'lsangiz, nima deydi? Men qiynalyapman, men ilojim yo'q. Bunaqa xuddi yordam kutadi-da, ya'ni. Davay yordam bersin, menga yordam bersin. U jertov, u minus tarafda har doim. Plyus deb ko'rinadi, lekin yo'q minus. Baribir bitta joydan shuni oqib ketadi bunaqasi. Yordamni faqat o'zidan kutiladi. Boshqa anaqa emas. Insonlar sababchi. İnsonlardan umiddan uzinglar. İnsoniyat hammasi minnatchi. Minnat qiladi. Shunaqa. Shuning uchun faqat tashqi mer o'sha vsellenni Alloh o'zi hamma narsani tan berib bo'lgan, faqat uni tortib olishimiz qolgan bu. O'sha realistga tushishimiz qolgan. Bor. U realistga tushishi yo'llari bor. Keyin yana qalin ochib o'qing. Shu ketyapti-singizgina. Именно o'sha tarmoqlashtirilgan har xil yo'nalishda bitta tizimga bog'lanib qolmanglar ertaga pul topganinglardan. Xuddi shu narsalarni keyinchalik ko'rib keturamiz. Xuddi mana bunaqa narsa rizq eshigi deydi-ku, misol uchun. Rizq eshigini ochishga o'rganib kerak. Ochib tashlash kerak. Mana misol uchun hozirgi anaqamiz ham masalan bitta eshikda sizlar qanaqadir sababchi bo'lishingiz mumkin bo'lgan narsalar bor. Bitta eshik ochildi, men ozmi ko'pmi, keladimi, kelmaydimi o'zi taqsim bor. Xuddi shunaqa eshiklarni ochishni o'rganish kerak. Teshuvga qarab o'tirish kerak emas. Shuncha eshikni ochib beradi-da, teshuvga qarab o'tiradi. Teshuv deganda bitta odamga bog'lanib qoladi. Mana shu odam bersa edi, mana shu odam naqsa qulluq qilib o'tiradi-da. U kim u? Hech kim emas. Aslida. Sizga o'xshagan inson. To'g'rimi? Xuddi shunaqa imkoniyat bor, rostdan aytaman. Men bu yerga bekorga ommaga chiqib gapirayotgan joyim imkoniyat bor. Boyish imkoniyatlarim juda ham oson. Faqat ishonib harakatlanish kerak. Menga emas ishonish, o'ziga ishonish. O'ziga ishonsa bo'ldi, men boyiyman, bo'ldi. Maqsadim shu. Degan sari o'zi ketaveradi. Boyiyman deb lekin bir ikkita odamlarni ko'raman, boyiyman deb harakat qilyapti, lekin qaysi mana qo'rqyapti-da, ya'ni boylikdan qo'rqyapti. Voy, mana qo'yib qolsa, voy, bunaqa qo'yib qolsa. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Tavakkal to'g'ri chiqishni o'rganish kerak. Mana men bo'ldi, chiqdim. Hayajon yo'q. Masalan, hozirgi holatda misol uchun qayerdadir oldin misol uchun dars berib yurgan, yaqin atrofda dars berib yurgan joyim yo'q. Lekin oldin to'g'ri matematik fizikalardan misol uchun repetitorsiz o'qiganman, o'qishlarga tayyorlaganman, boshqa bo'lgan. Endi u boshqa masala, hozirgi holat boshqa masala. Men hozir imенно ommaga shaxsiyatga bog'liq narsani ko'tarib chiqyapman-da. O'zini shaxsiyatini anaqa o'zgartirish mumkin degan ma'noni targ'ib qilyapman. Shaxsiyatinglarni o'zgartirganingizdan hamma narsa o'zgaradi. Shunaqa, o'zingizda o'zgarmaguncha hech narsa o'zgarmaydi. Hech narsa kutmaydi. Beruringlar, любой savolga любой javob bor. Muammo yo'q. Endi ani noto'g'ri savol berib qo'ymanglar, qaysi ma'noda, misol uchun dinga bog'liq yoki nimadirga yoki hatto unaqa bo'lmasa, bajonidil bemalol beraman. Orqangizda savollar bormi? Tushunarli bo'lyaptimi o'zi? Qiziqmi yo qiziq emasmi? Qanaqa fikringiz o'zi? Bu rostdan aytaman, ko'pchilikni anaqa nima desam bo'ladi? Yana bitta anaqani aytaman. Bu narsani gapirishimdan maqsad, bu joyga yiqib bu narsalarni aytishimdan maqsad qayerdadir sizlar savol bergansizlar o'zingizga o'zingiz. O'sha savollarga javob topish uchun mana shunda o'tiribsizlar. Bu tarafdan ham masalaga isbotlayman. 100% mana miyalarni o'zingizlar ochinglar, to'g'ri mana bu savollar bo'lgan, shu savolga javob topdim degan narsalar bor. Bizda savol beramizda, lekin ha bo'lmaylar, ko'zimiz yumib, men ko'rmayapman deb o'tib ketyapmiz-da, ko'p joyda. O'zi har kuni bizga shu savolimizga yarasha imkoniyatlarni ko'rsatib beradi-da. Shuni kelib beradi oldimizga-da. Lekin uni biz ko'rmaymiz-da. Xuddichi как будто o'zidan o'zi bo'layotgandek-da, hamma yoq. Hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Даже bitta bay o'zidan o'zi tushmaydi. Shamol bo'ladiki, tushadi. U o'g'it bo'ladi, yana nimadirga bo'lib, mashina aylanib, sirkulyatsiya bo'laveradi. Hech narsa bo'lmaydi.
O'shaning uchun urug'i, chiroyli urug'i ekib, daraxtlarni chiroyli ko'tarsanglar, yana ham kattaroq mevani nima qilasizlar, boshlaysizlar. Bu faqat o'zingizga emasda, eng qizig'i. Avlodingizga foydasi keladigan narsa bu. Ertaga. Maqsadimiz nima? Yaxshi narsa qoldirish. Yaxshi bilim, yaxshi ilm, yaxshi harakatlar. Hamma mazza qilib yashashi mumkin. Oddiy. Hamma bir-biriga yordam bersin bu. Bo'ldi. Hech narsa o'zi juda ham oson hamma narsa. Juda ham oson. O'shaning uchun o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. O'zimizni o'zgarsa, tashqi atrof o'zgaradi. Keyin o'sha bir ikkita videolarda eshitib chiqqanim, boy bo'lish xohlasa, boyroq insonlar bilan yaqinroq bo'lishni boshlash kerak. U imенно undan nimadir umid kutishda emas, o'rtaga ularning energetikasi aslida biz suvmiz-da, suvdan tashkil topganmiz. Biz mana misol stakanni bir-biriga qanaqadir joylashtirsa, bittasi to'la, bittasi masalan yarim desa, bitta joylashtirsa, birlashtirsak, kerak bo'lsa, qanaqadir joy qilsa, bar rovna bo'ladi-da. Tushunasizlarmi? Misol uchun qanaqadir teshik ochsa, bir-biriga yaqinlashsa, rovna bo'ladi. Bittasi balandamiz, bittasi past ham bo'lmaydi. Bir xillashishni boshlaydi. Bu degani energetikasi o'tishni boshlaydi. Yaxshi insonlar. Endi xuddi shunaqa yomon insonlarni atrofida yurganingiz sari sizlar ham o'shanga tortishni boshlaysizlar, o'zingiz bilmay holda. Men o'zimda ham bo'lganda, ana noluradigan odamni kelmasing yaxshi bo'lsin deb yurganman-da. Noluradigan odamni yoniga yaqinlashgan sari nolishni boshlaverganman-da. To'xta deganman, men o'zim nima bo'pti menga deganman-da. Sen unaqa emas deyman-da o'zimga. Stop deganman. Qochishni boshlaganman. Bo'ldi, shu bilan uzoqlash, yo tarbiyalan yoki men yoningda bo'lmayman degan holatlarni olib kelgan. Oilalardan boshlaylik. Har kuni yaxshi so'z, yaxshi gap, kerak bo'lsa uyg'onishinglar bilan yaxshi narsalar bilan uyg'oninglar. Chunki uyg'ongandan keyingi birinchi, ikkinchi kerak bo'lsa minut, kerak bo'lsa birinchi 5 minutliga desangiz, yaxshi kayfiyatda, yaxshilik bugun bo'lishini ko'ra olsanglar, bila olsanglar, uje yaxshi bo'lib o'tadi. Kuningiz zo'r bo'lib o'tish boshlanadi, oxiri bor, davomli bo'ladi. Bu narsa har kuni rivojlantirganingiz sari yana ham kengroq narsa bo'ladi. Bundoq qilganingizda hamma narsa o'zgarishni boshlaydi. Bo'ldi, u keyin o'zingizga aytasizlar bir kun. Shu kun ham bor ekan deysiz. Savolingiz? Hammasi qanaqadir anaqam tushunarli. Mana shu maqsadlarimiz shu, asosiy masalalar. Keyingi anaqalarni bir oxirigacha aniq qo'ygan bo'ldi. Mana shu oxiriga anaqasi. Mana imенно qarli paytda, mana ko'pchilik aytgan nima degan, pensiya uchun nimadir ishlagin. Pensiya uchun ishlagan. Baraka topib ko'ringlar, sizlar 30 yoshingizda, 40 yoshingizda kelib pensiyani ta'minlab qo'yinglar. Kuchinglar bor, imkoniyat bor. Pensiya keladigan iloji bor hamma narsa. Pensiyadan ko'proq keladigan o'zinglarning anaqalarni tayinlab qo'yishingiz mumkin. Ta'minlab qo'yishingiz mumkin. Ertaga uni xohlamaysizlarmi? Misol uchun pensiya yoshiga yaqinlashganda men masalan 50 yoshimda to'g'risini aytaman. Bo'ldi, hamma narsani qilib, hamma narsani topshirib, chet xohlagan anaqamda, xohlagan holatimda chiroyli mana qilib yurishni xohlayman. Hamma xohlasa kerak deb o'ylayman. Shu narsani oldindan ko'ra bilishni o'rganish kerak. O'shanga qarab harakatlanishni boshlash kerak. Bitta narsani eslab qolishinglar ertaga anaqa bo'lishi mumkin, lekin ko'p narsa beriladi. Shu 15-chi kerak bo'lsa, даже 15gacha ham emas dars. Bir 8-chi, 9-chi, 10-chi darslargacha kerak bo'lsa, sizlar уже moliyaviy erkinlikka erishib bo'lasizlar. Iloji bor bu narsani. Iloji bor. Lekin degan yana aytayapman, kurs narxi oshib boradi. Oshib borgan sari. Nimaga oshirilishi sababi sizdagi o'sha intizom, sizdagi topish harakatinglarni ham to'g'rilab borilgani uchun. Ani mashincha to'la deyish oson, lekin unga erishtirib o'zini xohishi bilan to'lattirish bu bitta masala. Gapirish oson. Именно endi retreat
retreatlarni hali man to'g'risi anaqa qilmaganman, чтобы tashkillashtirishni hali o'ylamaganman. Chunki temniy retreat yoki boshqalar u boshqa masalada. U yerda siz o'zingizdagi bor narsani misol uchun ochib tashlab, kerak narsani misol uchun anglab olish, hayotga yana ham yaxshi ko'z bilan uyg'onishni misol uchun ta'minlaydigan narsa. Bu narsa to'g'risi hozir kerak emas deb o'ylayman, lekin o'zi shu harakatingizning o'zida har bir kuninglar degan holatda yaxshilanib boraverasizlar, bu narsalar pakashto kerak emas deb o'ylayman. U narsa ko'pchiligiga anaqaga kerak bo'ladi-da. Qo'rquvdan yoki nimadirlardan qo'rqadigan holatda yomon narsadan qutulishni xohlaydigan odamlar yoki nimadirlar bo'ladi, duxovniyni, polniy duxovniyga o'tirib oladigan odamlar bo'ladi. Shu insonlarga kerak bo'ladi-da. Lekin bizni realnost bilan duxovniyni birlashtirishimiz kerak-da. Bu hayotda yana chiroyli harakatlanishimiz uchun. Mana shunaqa. U narsalar keyin birlashib sekin yana qilamiz u yerda. Misol uchun o'sha qanaqadir 5 ta darsdan keyin o'sha qaysidir misol uchun klubda qaysidir gold yoki boshqa silver yoki anaqasiga ulanishni boshlayveramiz. O'shanda fikr almashib, kerak bo'lsa o'sha hamma insonlar bilan qanaqadir yo'nalishga kerak bo'lsa pul tikishimiz mumkin. U yerda meni ham o'zim ham pulim bo'ladi. Tikadan investitsiya qiladigan, kerak bo'lsa xohishinglar bo'lsa o'zinglarni ham, xohish bo'lmasa o'zinglarni yo'lingizda bemalol davom etsanglar ham men undan ham xursandman. Chunki men birovni boshqa odam puli bilan ish qilishni to'g'rirog'i sal xohlamaganman. Chunki baribir har xil gap so'z nimadirlar anaqa chiqadigan holatlar borda. Shunga shuni hisobga olgan holda shu narsalarni sizlarga bera olamiz. U yog'i endi kurs davomida sekin ko'riladi. Bu anaqaga chiqadi-yu, to'g'rimi? YouTube'ga boshqalarga chiqarib olasizlar. Hozircha men Ramazonda o'qidimda. Bo'yicha shu moliyaviy erkinlikka erishish, keyin birinchi 5 ta odat bo'yicha qilindi. Kelganda bunisi yordamchilar bo'lsa ham kuchi yetmadi. Qolgan etaplar. Yo'q, bu yerda to'g'risini aytaman, men o'zim, shaxsan o'zim anaqa qilaman. Hali kuchim bor, ko'z tegmasin, unaqa yo'q. Yo'q, vaqtda yetkazamiz. Agar aytaman, agarda ko'payib ketadigan holat bo'lsa, men boshqa joy olishga ham, kattaroq joy, biznes sentrdan kattaroq auditoriya olishga ham imkoniyatimiz bor. U muammo yo'q. U sizlar uchun yaratiladi hamma narsa. Bu navrot ko'paysizlar biz xursandmiz. Vaqt yetmadi, shogirdim qila qolsam degan narsalar to'g'risi unaqa darajada xohlamayman. Sabab motivatsiya endi siz o'zingizniki bo'lmaydi hech narsa. O'zingiz xohlagandek bo'lmaydi-da, ya'ni. Shogird-shogirdda baribir anaqa bo'lishi mumkin. Hamma odam baribir o'zini nimadir bor-da. Shuning uchun o'zini nima desam, qarashi deydi, masalan. Lekin Xudo xolis, Xudo quvvat berib tursa, qo'ldan kelgancha qarshiligiga chiqaman, yuzlanaman. Qo'limdan kelgancha kuchimni ayamaslikka harakat qilaman. Muammo yo'q bu narsada. Mana shunaqa. Shunga qanaqa taassurotinglar? Siz charchabsizlar deymi? O'qish bormidi deyman kecha. Mayli chiqsa YouTube'ga qo'yiladi, YouTube'da bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi, xudo xolisa. Nasib, xudo xolisa. Yana nima anaqalar bor? Masalalar nimadir? Risk qilish uchun birinchi holat o'sha moliyaviy erkinlikka любой odam erishish uchun qaysidir joyda bilim ko'nikma olishi va ishlashga harakat qilish kerak. Kimdandir pul berib turing, men o'zim bilimni olay emas, o'zi harakatda davom ettirsa, shu nol zonada, mana hozir meni nolga tushirib qo'ygan taqdirda ham, men o'zim o'sha moliyaviy erkinlikka yuqoriga chiqarishim uchun men qayerdadir borib turib, azincha bo'lsa ham ishlashni o'rganishim kerak. Qanaqadir endi summani yig'ishni boshlashim kerak. Shundagina o'sha yig'ilgan summadagi, misol uchun, kerak bo'lsa bilim olish azincha, kerak bo'lsa yeb ichishim, kerak bo'lsa o'sha azincha rasxodlarim, keyin qanchadirni yig'ib turib, mana shu yig'ilgan summa qanchadir vaqt bo'ladi-yu, yarim yil bo'lar, mayli 1 yil bo'lar, unaqa emas. Chunki baribir bo'lish kerak bu narsa. Keyin shunga yig'ilgan summadan risk qilishni boshlash kerak. Iloji bo'lsa, sizlar o'ylamanglar, risk qilish uchun katta summa kerak deb o'ylaydi bir xil. Unaqa emas-da, aslida. Kichkina summa bilan ham risk bilan boshlab, ishonasizlarmi? Yuradigan biznes nol bilan ham yuradi.
Yurmaydigan biznes million tiqing nolga aylanadi. Tushundingizmi? Shunga qarab yursangiz, shundagina o'siladi. Hozir to'g'risini aytaman, bu anaqadan keyin balkim juda ham ko'p qarzi borlar ham chiqishi mumkin aloqaga. Bu yerda rostdan aytaman, men ochib ayta olaman, qarzi borlarni bemalol qarzdan qutulish strategiyasini tuzib bera olaman. Bu problema emas. Juda ham oson. Lekin ikkinchi qadam bosmaydigan qilib qo'yaman-da. Endi qarz olishga. Qarz bilan yashashga. Bu rostdan o'zini o'zi tupikka tiqib o'ldiradigan holatda odam o'zini o'zi. Shu narsaga erisha olsangiz, shundagina yaxshi bo'ladi. Lekin yig'ishni o'rganish kerak baribir. U risk qilaman deb topgan pulingiz borini risk borish emas. Qanaqadir qismi yashashingiz uchun, bilim olishingiz uchun, kerak bo'lsa shu oilaga azincha olib kiradigan narsalar uchun ham azincha bo'lsa ham kerak. To'g'ri, kamroq oylik olish mumkin bo'lgan joy bo'lishi mumkin. Tushunaman. Значит, nima? Siz oyligingizni oshirishga harakat qiladigan imkoniyatlarni ochishingiz kerak o'zingiz. O'zingizni nima qilishingiz kerak? Kurs olishingiz kerak. To'g'risi, agar kurs olmadingizmi, bizning ishxonada ham oyligi konkretni faqat oylik ishlab yuradigan insonlar bor. Endi vыборы shu nima qilsin? Lekin o'zini ko'rsatsa, men qo'shimcha mana ish qila olaman, men buni qilib bera olaman. Masalan, rahbar oldiga kirib, mana bunaqa sizga foyda olib kelib bera olaman, siz menga mana qilib bera olasizmi degan narsalarni berishni o'rganish kerak. Uning uchun nima qilish kerak? O'zini ustida ishlash kerak. Shu ishini yaxshi ko'rib, shu ishni ichiga kirib ketish kerak. O'shaning mutaxassisi bo'la olsangizgina undan katta narsa ola olasiz. Любой sohada, любой. Xuddi musorshik bo'lsa. Musordan qancha foyda topishyapti? Kerak bo'lsa. Biz nima qilamiz? Deymiz. Lekin musorni kerak bo'lsa, menga ber deydigan davlatlar qancha? O'zimizning musor anaqasini ham misol uchun-da, u yerdan qanaqa narsalar olib chiqishadi? U yerda bizga ko'rmaydigan narsalar qancha bo'lib turibdi-da. Mana shunaqa narsa. O'shaning uchun holat shunaqa. Yo, tushunarsiz bo'lmaydi qanaqa. Yo, aytavering qo'ying. Rejasi bo'lsa, qarz olsa va qisqartirgan bo'lsa, agar bu yillar shu pulni yig'ib yurguncha tayyor qilgan olib turib, risk bo'lsa, uni sizga kim aytgan? Shu vaqt qisqartiradigan. Yo'q, men qarz olsa vaqt qisqartiradi demadimmi? Yo'q, vaqt qisqartirish kerak. Yo'q, vaqt qisqartirish kerak, lekin qarz hisobiga emas-da. Men unaqa demadim. Vaqtni qarzni olib qisqartirish kerak degan narsani o'zini o'tir. Boylar nima uchun kredit oladi, bilasizmi? Boylar shu korxonasini страховка qilish uchun. Страховка uni nyuanslari bor. Uni siz hali anaqasini tushunmay qolishingiz mumkin. Bu страховка qilish uchun oladi kredit. Lekin asosiy summasi ancha katta turgan bo'ladi. Imуществоlarda boshqa narsalar. Bu degani 100 million dollar bo'lsa, misol 20 million dollarga olsa, qancha 80 million turibdi deganda, o'tdi. Shu ham 20 million dollarini baribir nomda to'g'rilab chiqarib olaman deb o'ylaydi. Lekin 0 bo'lib turib 20 million dollar olsa qarz, chiqish ehtimoli qiyinlashadi. 0 ga chiqish, foydaga chiqish. Mana ko'pchilik misol uchun qarz kirib ketdim deydi, milliarderlar kerak bo'lsa bir ikkita naqalar, o'sha qarz hisobiga kirib ketganda, boshqa xod topa olmay, u ham ayrim birlari chiqib qolishi mumkin, kattaroq harakat bilan. Qanaqadir imkoniyat ochilgani uchun o'sha qarzni uzadi, keyin foydaga chiqadi. Bitta. Qarz uzmasdan turib qarz yashayveradi, bu yo'qda bunaqa bo'laveradi degan narsani o'zi. U vaqt qisqartiradigan degan narsani o'zi xato, u qarz olib turib. Qanaqa vaqt qisqartirasiz mana savol? Qarz oldingiz, nimadir tezroq olish uchun, shunaqami? Nima masalan? Savol. Nima masalan? Narsa mahsulotni tayyor turibdi, bundan ortiq unga sotish kerak. Xo'p. Foydasi ham turibdi. Tushundim. Necha yoshdasiz? Siz necha yoshdasiz? 20. Вот именно shunaqa yoshda ko'pchilik shunaqa o'ylash ehtimoli bor-da. Siz hali to'siqligiga kelmagansizda. Siz qonuniyatni bilmasdan turib harakatlanmoqchisiz. Tushunasiz? Qonuniyat teskari ishlaydi. Siz aytayotgan, o'ylayotgan narsangiz, gapingiz teskarisiga yurishni boshlaydi. Keyin nima qilasiz?
O'sha olmay qoldi. Olish xohlamadi o'sha. Nimadir bo'ldida, shular qonunlar ishlaydi-da, chunonsa bitta teskari o'zgardi. Nima qilasiz keyin? Olmasa-chi? O'sha narsani boshqasiga sotaman. Ha, minusga sotasizmi? Minusga emas, uzoq vaqt, sal ko'proq vaqt talab qilish. Teskari o'ynab ketishdan qo'rqmaysizmi? Mana xuddi shunaqa o'ylab turib, kirib qo'yotganlar qanchada qarzga tushunasizmi? Tushunasiz, siz boringizga mana hozir yana aytaman. O'sha minusdagi holatdagi anaqa minusga qarab yurishni boshlaydi. Qonunlar teskari yurishni boshlaydi. Teskari ishlashni boshlaydi, tushunasizmi? Siz o'ylayotgan narsa u sizni cho'nchagingizdan olib qilingan narsa bo'lishi mumkin, o'shanda ishlashi mumkindir, qanaqadir, u ham to'g'ri yo'l bilan qilsangiz. Lekin qarz olib ishlangandagi holat kamdan kam, juda ham kamdan kam holatda o'sha qoida bilan ishlaydi. Bir marta ishlaydi. Qarz olinmaydi, bir marta ozgina undan ko'tarilgandan keyin o'zini Ha, sizga qonun qarzi bo'lib qoladi, chunki siz o'rganib qolgansiz. Nima, birov puli bilan qilganingiz yaxshiroq. Boshqa narsa bo'lishi mumkin. Sizga taklifim o'tchi birov-birovning orasida turib, u firma bilan bu firma bog'lab turib, orasiga dogovor sozdавать qilib, uni olib bersangiz, o'rtada foyda ishlasangiz o'zi zo'r. Tushunasiz? Undan qarz olib, keyin nimadir sotib olib, yana aniga olib borib bersangiz, bu kamroq ishlang, lekin nima, effektivniyroq, yaxshiroq anaqada. Страховка bilan ishlang. Lekin qarzni men maslahat bermasdim. O'sha aytaman, yana aytaman. O'sha foizsiz qarz bo'lsa ham minusga kirasiz. Meni gapimga ishoning, mana hozir ko'rib turgan odamlar bo'lishi mumkin. O'sha kommentariyada kerak bo'lsa yozsin. Menda ham mana shunaqa bo'lgan degan gaplar shunaqa ko'p bo'ladi. Agar uyalmasdan yoza olsa o'shalar ham. Bu rostdan aytaman. Prosta hozir agarda siz hozir 35-40 yoshda bo'lganingizda shu savolni o'ylabroq anaqa qilishingiz mumkin edi. Chunki qilib bo'lgan bo'lasiz-da. O'shada keyin yo u yo'l xato deyish mumkin. Baraka bo'lmaydi, rostdan shu baraka deganda shu mana misol tajribada ko'rilgan odamlar ham bor-da, bu yerda bitta mana emas. Bu yerda ko'pchilik mana o'zlari ham aytibdilar. Rostdan aytaman. Bu mana bekor kelmaganimizda emas, bir-birimizni oynamizda bir-birimizni ko'rib olishimiz kerak. Bu yo'lni o'ylamaslik kerak. Lutchi. Kamiga qanoat qilib, chiroyli, shirin hayotda xotirjam yashab turish kerak, keyin riskka o'ylaverish kerak, yiqib turib. Risksiz misol uchun muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Baribir risk qilinadi. Faqat shu cho'nchaga qarab risk qilinadi. Lekin risk qilgandan keyin yo'qotishga tayyor turish kerak. Ani, meni yo'qolmaydi pulim deyish emas, yo'qolishga ham tayyor turish kerak. Kerak bo'lsa 3 ta biznes, 4 ta biznes yo'nalishiga yo'naltirib, lekin eng yaxshi ko'rgan narsangizni qiling. Yaxshi ko'rmagan narsangizni qilsangiz o'xshamaydi. Chunki yaxshi ko'rgan narsangizga mehr berasiz. Keyin o'sha yerda yaxshi bo'layotganini ko'rishni boshlaysiz va o'sha rivojlanadi. O'sha vнимание tushgan sari u kattalashishni boshlaydi. Yaxshiroq bo'lishni boshlaydi. Qiynayotgan ekan savolingiz. Nima qilay ekan? Ikkilanib turgan narsangiz bormidi? Ha, ya tushundim, shunaqa. Bunaqa savollar hali ancha kelishi mumkin. U yerda bemalol mana qilamiz. 15-dars bitta anaqa qiling. O'sha ko'pchilik aytadi, pul baxt olib keladi. Hozirgi kunda pul orqali ko'p narsa qilinyapti. U qaysidir oilalarga baxt olib kelish ehtimoli bor. Yaxshilik qilinsagina. Misol uchun, nima desam, pulni baxtga bog'lab qo'yish emas maqsad. Chiroyli hayot. Oldingilar bilasizmi, men bilmayman, balki u kimlargadir to'g'ridir. Och qornim tinch quloqim deyishgan. Mana shu narsani ko'p eslayman. Qorningiz och bo'lib turibdi. Tasavvur qiling. Oilangizda tinchlik bo'ladi deb o'ylaysizlar. Hozirgi kunda menimcha kamdan kam odam sabr qilishi anaqa qilyapti. Yo'q, hozir tezroq harakat qilishing kerak. Bo'l, davay, ishla, harakatingni qil deyotgan anaqalar ko'p. Bu qorning ochku, tinch o'tiringlar, maza qilinglar, deylachi qani? Deydi, to'xtab tur deydi. Shu yerda turib tur deydi, hozir kelaman.
Shuning uchun men demoqchi bo'layotganim, qaysidir ma'noda ko'p narsani yechib beryapti. O'sha moliyaviy erkinlik, imенно pul masalasi bo'lsa yoki boshqa imkoniyatlarni oladigan bo'lsa yechib beryapti. Shuning uchun yechishni o'rganishimiz kerak, shundagina yaxshi narsalarga erishamiz. Lekin bitta narsa bilinglar, katta pulni ko'tara olmaydigan odamlar ham bor. Ko'tara olmadinglarmi, shu kun keladi, orqaga ketasizlar. Bo'ldi. U sindirgan kuni bo'ladi. O'sha o'zinglarni to'g'rilab, tarbiyalab, chiroyli ketishni o'rganish kerak. Bosar tusarim bilmay qoladi-yu, misol bir xildan pul kelishi bilan, voy, men bo'ldi. Bunaqa tashlayman. Bo'ldi, shu kun singan kuni boshlanadi o'sha, bo'ldi. U patologini uchun bo'ldi-da, o'tdi. Miyada, bo'ldi, to'xta dedi, endi buni sindiradigan payt keldi dedi. Keyin orqaga qarab yurish boshlaydi. Keyin yana undan battar qarzga, yana nimadirga kirib ketish boshlaydi. Shuning uchun miyaga shu narsani o'rgatish kerakki, qanchadir keldikmi, misol uchun boylik, bo'ldi, shu bo'lish kerak edi-yu, endi mana bunga qadam bos. Davom, mana bunga yur. Necha barobar? Kerak bo'lsa 10 barobarga. 2 barobar, 3 barobar, 10 barobarga qarab qadamingni bossangiz, bo'ldi deydi, men qilishim kerak ekan baribir. Keyin nima deydi? 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta qilganingizdan keyin shu ishni miyaga buyruqni, oltinchisi nima deydi? Baribir menmi hozir deydi, meni o'sha yoqqa yo'naltiradi, men tayyor tura olay o'zim deydi, o'sha privichka aylanib qoladi. Keyin undan ko'ra, mana tayyorman deydi, qiynab qo'ymaydi. O'zini o'zida yana ham katta imkoniyat. Nima qiladi? Miya, ishonaveringlar, boshqarilmayotgan miyalarga buyruq berishni boshlaydi. Energetikasini otadi, o'sha joyda, o'sha momentda, o'sha holatda sizlar tayyor bo'lib berasizlar, kerak bo'lsa. Maqsadi bor, o'zini o'zi boshqarayotgan insonlarga nisbatan. Tayyor, mana deb robotdek chiqib qolasizlar-da, xo'p bo'ladi, mana shuni topshirasizlar hamma narsani. Robotga aylanib qolmanglar, demoqchiman. O'zingizlarni boshqarsanglargina muvaffaqiyatga juda ham osonlik bilan erishasiz. Bu keyinchalik bilasizlar, oson bo'lganini, oson yo'l turganini. Ana ko'pchilik hozir mana qilib chiqyapti, baribir internetlarda ham katta o'sha olimlar yoki boshqalar imенно o'sha insonlar gapirayotgan gaplarni prosta qanaqa qilib degan savol bor-da ko'pchilikda. Uni tegiga kirishga o'rganish. U tegini tushuntira olmayapti-da ko'pchilik. Imенно shu tegini tushuntirib, bizni tepaga qarab olib chiqadigan imkoniyatni yaratdik. Shunaqa, agarda qiziqarli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Kursga qo'ldan kelgancha yozilsanglar, undan ham xursand bo'lamiz. Ishingizga muvaffaqiyat, omad, keyingi hayotingizda yana ham qadamingizda yana ham zo'r bo'lishini xohlab qolamiz, tilab qolamiz. Imенно Instagram, YouTube kanalini qarab, yangiliklardan tanishib tursanglar, xudo xohlasa undan ham yaxshi narsalarni beramiz, nasib bo'lsa. Shunaqa savollar agar bo'lsa beringlar. Agar anaqa bo'lsa, sizlarning vaqtinglarni anaqalarni olib qo'yganimiz uchun uzr so'raymiz. Navodoga. Shunaqa. Bu uyda o'qimaydi ko'pchilikda. Kelib turib, o'sha kelib turib o'qigani zo'rda. Ana kelgan bar boshqa. Men ham o'shaning uchun borib harakat qilardim-da, masalan. Shuncha ish bo'lishidan qat'iy nazar, shuncha bog'langan minutlar ham kerak bo'lsa. Bog'langan, lekin barib borib o'qishga maksimal darajada harakat qilganmiz-da biz ham. Imенно o'sha Alisher Sayfda ham, boshqada ham shunaqa holatlar. Xolasa. Shunaqa masalalar, xudo xolasa, ko'rganimizdan xursandmiz. Kichkinagina anaqamizga bemalol kelib, savol-javoblar bo'lsa, bemalol qilsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Tanishganimdan xursandman hammanglar bilan. Rahmat kattakon. Qimmatli vaqtlaringiz uchun. Rahmat.